yeydigan ovqatini bor bo'lishi, kiyimini borishligi, suv, havodi borligi kichkina narsalarmi? Mana ko'rdik-ku, tinchlik yo'q bo'lsa, qolgan hech qaysi ne'mat 2 pulga arzimas ekan. Tinchlikda o'tiribmizmi? Inson bu narsani sezmaydi. Butun imkoniyati qo'lida, lekin inson bu narsani ko'rmaydi. Wasbagha alaykum ni'amahu zohiratan va batina. Va sizlarga barcha zohiriy va botiniy, ya'ni moddiy, ma'naviy ne'matlarni komil qilib bergani ko'rmadinglarmi? Ko'zimiz ko'rayotgan ne'mat ham bor, ko'rmayotgan ne'mat ham bor. Jasadimizning ichida qancha ne'mat borligini bilamizmi? Bitta hojatga bemalol borib, bemalol davo qilib kelishligingiz qanaqa ne'matligini bilasizmi? O'sha bavulni chiqara olmay qiynalgan odamning holini ko'rganingizda, uni ko'ziga dunyo qorong'u bo'lib ketganligida salom berganlarni ham ko'rmaydi, salom berganlarni ham eshitmaydi, to ana shu bavulni quvug'ini bo'shatib olguncha qanaqa azobda turganligini ko'rib turib, Allohga shukr, ko'pchilik bandalarni balolagan balo bilan meni balolamabdi, Xudoga shukr. Siz chachingiz to'kilayotgan g'amini qilyapsiz.